soqqan tirs 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 etkizib qilayotgan aka-ukalar. Mana shu rim ustullari qoliplari bo'ladi. To'rtburchak 400 lik, 300 lik, 20, 25, 30, 35 gulli, gulsiz variantimiz. Mana to'rtburchakda high-tech varianti. Tepalari Versace bo'ladi. Davron, avtobus sen uchun, sen ham davay, oda gazlay, gazini bos. Ish bo'lsa men ishdan qilib beraman. Kamida 4-5 millionlik ishi bilan beraman Davron senga. Addushi. Bu yerda qoliplarimiz bor. Balasinaning qoliplari, Rigilni qoliplari 20, 25, 30, 35 hamma qoliplardan bor bu yerda. Mana Balasinaning tumbachalari, bu yerda boshqa fasollari. Kimga shunaqa qoliplar kerak bo'lsa, ekrandan nomerga telefon qilsangiz chiroyli kelishtirib beramiz. Nasib qilsa 4-5 kun ichida Xitoyga uchib ketamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Zavod o'zidan premium sifatini, qoliplarda afzalligi, kamchiligi hammasini ko'rsatib boraman. Kecha ham bir kishiga qolip sotdik. Kelyapti-da qolipni farqini sezyapti. Qolip ko'rinishdan bir xil, mana bunday qalinliklari, bu narsalar bir xil deyapti, mana deyapti. Nima uchun bizniki sinib qoldi deyapti. Chunki bitta joydan birov qolibini arenda olib ishlatgan ekan, sindirib qo'ygan ekan. O'shanki bitta bo'lagini bizdan olib ketdi-da. Keysalaringiz chiroyli qilib tushuntirib beramiz. Afzalligi, kamchiligi, bitta qolip bilan bir kunda bitta quysa bo'ladigan qolip bor, bir kunda ikkita quysa bo'ladigan qolip bor. Uni ichida yurgan odam biladi. Hozir dabdurustdan aytganimiz bilan foydasi yo'q, ishonmaysiz, tushunmaysiz. Chunki qolipni ong ishlang 1-2 kun, sal keyin plus minuslarni bilib olgandan keyin, demak, mana o'zi afzal ekan, mana o'zi kamchiligi bor ekan deb bilib olsangiz bo'ladi o'zlaringiz uchun, ma'lumot uchun. Mana shunaqa qoliplar. Narsa bor. Bir haftadan ichida Xitoyga boramiz. Bizni kuzatishda davom ettiring. Chiroyli videolar qilamiz. Zavodda o'zida mana Balasinani, Gultuvaktiga tepada Rigilni qoliplari. Bu yerda o'sha bolt gaykalari, boshqa narsalari bor. Ekranda nomerga telefon qilsalaringiz chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Mo'moy qoliplardan. Hozir bu yerda kam miqdorda qoldi. Sразу ishni boshlasangiz bo'ladi. Hozir mana 5-dekabr bo'lishiga qaramay, Xudoga shukr, hozir ham ishimiz bor. Ishlab yotibmiz.